Assalomu bolalar. Bugun lig o'ynadim. Shundan bildim. Ko'pchilik o'zbek kirsa kalamash deydi ruslar, to'g'ri? O'sha video qo'ygandan keyin 2 soat kirib qaranglar. Endi men qaranglar. Yotishini qaranglar, mana shu o'zbek. O'zimizda kirsa deyishlarga o'zimiz sababchimiz. Otishyapsiz, men uyda krisalar qilib o'tiribdi. Lekin O'zbekiston. Buni ikkita qo'yib nima qilasiz, brat? Yotib krisalar. Endi bu da qaranglar. Arkada avemni olib yotibdi, men kilometrmoqchi. Men qarayapman, qaytdi ekan, desam sakrab tushyapti yurgan ekan tepadan. Shunaqa ham krisa bo'lasizlarmi? Xo'p, O'zbekistonnikini qo'ymayman. Shunaqa krisa ekan. Rossiya boshqa millatlarda nomini qo'ying, iltimos. Bunaqa krisa qilib o'zimizga kanalga chiqaryapmiz xolos. O'zimiz krisalikka sababchi bo'lyapmiz. Ba'zi bir oyli pastlarda deb. Endi buni ham yotishni qaranglar. Niki ham Abbos bu o'zbek. Yotishni qaranglar, iltimos. Bunaqa yotib krisalarni to'xtatinglar bolalar.